Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan bugun Uzdominant kanali va bugungi kanalimizdagi yangi video Telegramga tepa-tekinga nakrutka urish haqida bo'ladi. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Bugun 100% tekinga garantiyasini beraman. Nakrutka ursa bo'ladigan botni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun Telegramga kiramiz. Agar sizlarda ham qanaqadir bot bo'lsa, nakrutka uradigan bemalol reklama xizmatimiz ham bor. Reklamaga chiqishinglar mumkin. Xo'p, qidiruvga log SMM bot deb yozamiz. Agar buni topolmasanglar, Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Mana Telegram kanalidan ko'rsatib o'tib ketay. Uzdominant. Uz pastki chiziqcha dominant deb yozsanglar, kanalimiz chiqadi. Mana 30-dekabrda tashlagan ekanmiz. Nakrutka video Telegram haqida bo'lsinmi yoki Instagram haqidami desam, Telegram tanlashgan, shuning uchun Telegram haqida chiqarganmiz. Xo'p, log SMM botga kirdik. Kirganimizda startni beramiz. Start berganimizda bizda mana shu 3 ta kanal chiqadi. 3 ta kanallarga obuna bo'lib qo'yishimiz kerak bu botni ishlatish uchun. Xo'p. Xo'p, kirdik mana. Endi bizda xizmatlar bo'limlar ochildi. Nomer olish, hisobim, buyurtmalarim, qo'llanma, qo'llab-quvvatlash. Balobatlar bizga eng keraklisi mana xizmatlar bo'limi turibdi. Xizmatlarga kiramiz. Kirganimizda xo'p, mana Telegram qismi bor, Instagram, TikTok, YouTube, bepul tekin deb qo'ygan. Bizga mana shu bepul tekinlar kerak. Va keyin bu yerdan premium stars yoki giftlar olishinglar mumkin. Biz bepul tekinni bosamiz. Bosganimizda Telegram, Instagram, TikTok chiqdi. Bizga keragi Telegram. Telegram obunachi bor, reaksiya bor, keyin post ko'rishlar bor ekan. Biz obunachini tanlaymiz. Xo'p, tanlaganimizda narxi mana tekin, ya'ni 0 so'm. Bajarilish vaqti uzog'i bilan 7 daqiqada nakrutka urilar ekan. Buyurtma berishni bosamiz. Bosganimizda kerakli buyurtma miqdorini kiriting. Minimal 10 ta, maksimal 50 ta. Maksimal kiritib qo'yamiz. Xo'p, endi nakrutka urmoqchi bo'lgan kanalimizni silkasini kiritamiz. Kanalimga gruppam farqi yo'q. Men kanal ochib qo'yganman. Shunchaki nakrutka uchun mana bitta obunachi turibdi. Endi xo'p, silkasini kiritdik. Va mana buyurtma narxi 0 so'm, hamma yog'i to'g'ri bo'lsa, tasdiqlashni bosamiz. Bosganimizda mana buyurtma qabul qilindi. Buyurtma IDsi Palonpiston bizda holatda kutilmoqda. Mana shu nakrutka urib bo'lingandan keyin bizga bu botdan xabar keladi. Buyurtma bajarildi degan. Hozir kiraylikchi. Mana 50 ta. Hozir mana o'zgardi. Ko'z oldlaringda spoti bilan hamma narsa. Obunachilarni ham ko'rsatib ketaman. Chet el obunachilar hammasi. Joze nimadir hammasi allaqaydagi chet el obunachilar. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar va keyingi videolarimiz nima haqida bo'lsin. Shuni ham yozib ketsanglar, shunga qarab biz video chiqaramiz. Hammaga rahmat.